Kranshtenga baget qo'yamiz, xudo xohlasa. Kranshten bo'ladi, mana shu joyda. Qo'yib qo'ydik shu joyga. Bu joy baget, bu yoqda ikkita xona bor. Hop, bu yoq tarafga truba bo'ladi. Ham tarafda konditsioner bo'lar ekan, shu yerda bu yoqdan qoldirib. Bu yoqda bitta xudo xohlasa kuzatib tursanglar, xudo xohlasa ishlarimizni qo'yib yuboramiz. Mana shu joyda bo'ladi. Bagetli ikkita xona truba bo'ladi. Oxirida xudo xohlasa video qo'yaman. Charchamanglar, kunlar xayrli bo'lsin. Mana qo'ygan ishlarimiz bitti. Ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa shu joyga bagetlarni qo'yib qo'ydik, chiroyli qilib. Mana bitta joy bo'lishi kerak, 2 sm. Karniz bilan baget orasida joy bo'lishi kerak. Xudo xohlasa qo'yib qo'ydik. O'lchovlarni olib chiroyli qilib berdik. Endi bu joyga ko'rsataman sizlarga. Hop. Bu yoq tomonda o'ziga yetishdi, konditsioner bo'lib ekan. Konditsionerga joy qoldi. Bu yog'iga mana shunaqasi oxirigacha bo'lishi kerak ekan. O'zingizlar maslahatlashgan holda shuni qilib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bir qator turba, bir qator rels qilib berdik. Kelishgan holda shu ishlarni qildik. Bu yerga kovni turba qo'ydik. Hop, bu yoq tarafga zo'rda turba qo'yib berdik. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Konditsioner bo'ladi bu yoq tarafda. Bu yoqdan oxirigacha parda bo'ladi. Bir qator turba, bir qator rels. Hop, kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'lingizdan chiqarib chiqib xohlasa. Ishlarni kuzatib boringlar, xudo xohlasa sizlarga chiroyli ishlarni qo'yib boramiz.